16 yaşlık bir kız dadasıdan so'radi. Dada, 18 yaşga kirgan tug'ilgan kunimda menga nima sovg'a qilsa? Vaqti kelganda bir gap bo'lsin, dedi dadasi. Bir yil o'tdi. Qizmi 17 yoshga kirib qoldi. Bir kuni tuyuqsiz og'rib qoldi. Dadasi uni doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limiga elib keldi. Doktor, "Apandim, balangizning yuragida ig'ir masala bor ekan", dedi. Kesal karvatidagi qiz dadasidan so'radi. "Doktorlar meni o'lib ketdi", dedimu. Dadasi yig'lab ketdi. Oxiri qiz 18 yoshli tug'ilgan kunida doktorxonadan chiqdi. Uyga qaytib kelib, karvatida dadasi qoldirgan bir parcha xatni ko'rib qoldi. "Qizim, sen bu xatni o'qigan vaqtingda doktorxonalik ishlari yurishib ketgan bo'ladi. Mendan 18 yoshga kirgan tug'ilgan kuningda nima sovg'at qildiganligini so'rag'uning yodingda bormi? Sana yuragimni sovg'a qildim jinim qizim. Tug'ilgan kuningga muborak bo'lsin." Shundoq dada qizining tug'ilgan kunida yuragini sovg'a qilgan edi. Sig'inishning o'zimi bir xil muhabbat. Putimga bigiz kirsa, yuragiga mix sanjildigan kishi dal mening ana shu oddiy birdan bir g'amguzorim edi. Bir tal muyimg'imi zahmi yetib qolishini xohlamaydigan dadam mening shunchalik darajada asraydigan, qo'g'daydigan kishi edi. Meni qon qilib beshiga olg'ini dal mening dadam malikadek yashang deganim ham shu. U har bir qiz qalbidagi xosiyatli odam.